Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Naqd pul, pensiya olish tartibi, bank kartalari ishonchunoma. Limitlar va yangi qoidalar atrofida ko'p savollar paydo bo'lyapti. Eng muhimi, bu masala faqat bugun pensiya olayotgan insonlarga emas, ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya oladigan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha yoki bitta hujjatdagi xato pensionerning o'z vaqtida pul ololmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Ilgari qanday edi? Endi nimalar o'zgaryapti? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Qaysi holatlarda naqd pul berilishi cheklanishi mumkin? Pensioner o'z huquqini qanday himoya qiladi? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilish ko'p odamni ortiqcha yugur-yugurdan saqlaydi. Avval pensiya olish tartibi ko'pchilik uchun juda sodda ko'rinardi. Pensioner pensiya tayinlangandan keyin pulini yo pochta orqali uyiga oldirardi, yo bank kassasidan naqd ko'rinishda olardi, yo bank kartasiga tushirib, keyin bankomatdan yechib olardi. Ayrim hududlarda ayniqsa yo'shi katta. Nogironligi bor yoki qishloq joyda yashovchi pensionerlar uchun pochta orqali naqd yetkazib berish juda qulay bo'lgan. Chunki hamma ham bankomatdan foydalanishni bilmaydi. Hamma joyda bankomat yetarli emas. Ba'zi pensionerlar telefon ilovalari, SMS xabarlar, PIN kod kabi narsalardan qo'rqadi yoki tushunmaydi. Endi esa tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Davlat to'lovlari, pensiyalar, nafaqalar va kompensatsiyalar bank tizimi orqali aniqroq nazorat qilinishi, pulning manziliga yetib borishi, ortiqcha qog'ozbozlik kamayishi kerakligi aytilmoqda. Mana shu jarayon fonida odamlar orasida pensionerlarga naqd pul taqiqlanar ekan. Endi pensiyani qo'lga berishmaydi. Hamma majburiy karta ochadi. Kartadan pul yechib bo'lmaydi degan gaplar tarqaladi. Men ekspert sifatida shuni aniq aytaman. Bunday xabarlarni eshitganda birinchi navbatda vahimaga tushmaslik kerak. Har bir qoida qaysi to'lovga, qaysi hududga, qaysi toifaga, qaysi sanadan boshlab tatbiq etilayotganini alohida tekshirish zarur. O'zgarishlarning asosiy maqsadi odatda naqd pulni butunlay yo'q qilish emas, balki to'lovni shaffof qilish. Pensionerning pulini boshqa odam noqonuniy olib qo'ymasligini oldini olish. Vafot etgan shaxs nomiga to'lov davom etib ketmasligini nazorat qilish. Ishonchnoma bilan bog'liq suiiste'mollarni kamaytirish va davlat budjeti mablag'larini aniq hisobga olishdir. Lekin amalda bu jarayon oddiy pensioner uchun noqulaylik ham tug'dirishi mumkin. Masalan, karta bor, lekin bankomat uzoq. Pul tushgan, lekin karta bloklangan. Pensioner yurishga qiynaladi, lekin bankka shaxsan borish talab qilinadi. Mana shunday joylarda qoidani bilish juda muhim. Birinchi bilish kerak bo'lgan narsa. Pensiya pulining karta orqali tushishi bilan naqd pul taqiqlanishi bir xil narsa emas. Karta orqali pensiya olish degani pul bank hisobvarag'iga tushadi degani. Pensioner bu pulni do'konda karta bilan ishlatishi ham mumkin. Bankomatdan naqd etishi ham mumkin. Bank kassasidan olishi ham mumkin. Agar aniq bir cheklov bo'lmasa, karta orqali kelgan pul pensionerning o'z mablag'i hisoblanadi va u undan qonuniy doirada o'zi xohlagan tarzda foydalanadi. Masalan, To'xir ota 2 million 100 ming so'm pensiya oladi. Ilgari pochtachi oy boshida uyiga olib kelgan. Endi bank kartasiga tushadigan bo'ldi. Bu To'xir ota pulni ko'rmaydi degan emas. U kartasini olib bankomatdan 20 million so'm yechadi. Qolganiga dorixonada, oziq-ovqat do'konida to'laydi. Agar bankomatda naqd pul bo'lmasa, bank kassasiga murojaat qiladi. Agar karta ishlamasa, bankdan karta holatini tekshirtiradi. Bu yerda muammo yangi tizimning o'zida emas. Pensionerga xizmat ko'rsatish sifati bankomat mavjudligi va tushuntirish ishlarida bo'lishi mumkin. Ikkinchi muhim masala, ayrim to'lovlar faqat naqd ko'rinishda emas. Bank orqali berilishi talab qilinishi mumkin. Bu degani pensioner hisobvaraq ochish kerak bo'ladi. Odatda buning uchun pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot. Telefon raqami kerak bo'ladi. Bank xodimi karta ochadi, hisobvaraqni bog'laydi, keyin pensiya shu hisobga tushadi. Lekin pensioner hujjatni tushunmasdan imzo qo'ymasligi kerak. Men har doim aytaman. Bankda sizga berilgan har bir ariza va shartnomani o'qiting. Kerak bo'lsa farzandingizni yoki ishonchli odamni olib boring. Uchinchi masala, kim xavotir olishi kerak? Eng avvalo, naqd pulni faqat uyiga olib kelish orqali oladigan. Bank kartasidan foydalanmagan, PIN kodni bilmaydigan
telefon raqami o'z nomida bo'lmagan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki tizim o'zgarganda aynan shunday odamlar ko'proq qiynaladi. Agar pensionerning kartasi bor, lekin karta kelini o'g'li yoki boshqa qarindoshining qo'lida bo'lsa, bu ham xavfli holat. Pensiya pensionerning shaxsiy puli. Karta ham, PIN kod ham pensionerning nazoratida bo'lishi kerak. Qarindosh yordam berishi mumkin. Lekin pensioner roziligisiz pulni ishlatishi mumkin emas. Masalan, Mohira aya 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. Kartani o'g'liga berib qo'ygan SMS xabar ham o'g'lining telefoniga boradi. Bir oy qarasa, pensiyadan faqat 400 ming so'm qolgan. O'g'li qarzga oldim deydi. Huquqiy tomondan bu juda nozik masala. Agar pensioner rozilik bermagan bo'lsa, bu uning mol-mulkiga zarar yetkazish hisoblanishi mumkin. Shuning uchun karta pensionerning o'zida bo'lishi, PIN kod hech kimga aytilmasligi, telefon raqami ham imkon qadar pensionerning o'z nomida yoki doimiy nazoratida bo'lishi kerak. Kim xavotir olmasligi kerak. Agar sizning kartangiz faol bo'lsa, pensiya o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, bankomat yoki bank kassasi orqali pulni yechayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yangi tartib sizni katta muammoga qo'ymasligi kerak. Biroq baribir tekshirib qo'yish zarur. Karta muddati tugamaganmi? Pasport ma'lumotlari bankda yangilanganmi? Telefon raqami to'g'rimi? Pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar bank ma'lumotlari bilan mos keladimi? Ko'p muammolar aynan shunday mayda ko'ringan noma'qulliklardan chiqadi. 4-masala, pensioner bank kartasini olgandan keyin darhol pulini to'liq yechib olishi shart emas. Ba'zi odamlar kartada pul qolsa bank olib qo'yadi deb qo'rqadi. Bu noto'g'ri tushuncha. Bank sizning hisobingizdagi pulni o'zicha olib qo'ya olmaydi. Lekin qarzdorlik, sud hujjati, aliment kredit bo'yicha majburiyatlar, ijro hujjatlari bo'lsa, hisobvaraq bo'yicha cheklov paydo bo'lishi mumkin. Pensionerlar orasida ham kredit olganlar, kafillik berganlar, kommunal yoki boshqa qarzdorlik sabab ijro ishiga tushganlar bor. Shuning uchun pensiya kartasida kutilmagan ushlab qolish bo'lsa, darhol bankdan yozma ma'lumot so'rash kerak. Qaysi asosda, qaysi tashkilot qarori bilan qancha summa ushlab qolingan? Masalan, Ravshan aka 2 million 500 ming so'm pensiya oladi. Karta balansida 1 million 700 ming so'm ko'rinadi. U bankka borib so'rasa, ilgari olingan kredit bo'yicha avtomatik yechim bo'lganini aytishadi. Bu holatda og'zaki gap bilan cheklanmaslik kerak. Bankdan hisobvaraq ko'chirmasi, ushlab qolish asosi, kredit shartnomasi bo'yicha ma'lumot so'raladi. Agar ushlab qolish qonunga zid bo'lsa yoki miqdor noto'g'ri bo'lsa, yozma ariza beriladi. Kerak bo'lsa Markaziy bankning murojaat kanallariga, pensiya jamg'armasiga yoki sudga murojaat qilinadi. 5-masala, bankomatdan naqd pul yechishda limit bo'lishi mumkin. Bu ko'pincha naqd pul taqiqlandi degan noto'g'ri xabarga sabab bo'ladi. Aslida bankomatda bir martalik yechish limiti, kunlik bankomatdagi naqd pul qoldig'i yoki karta turiga bog'liq cheklov bo'lishi mumkin. Masalan, bankomat bir operatsiyada 1 million so'mdan ortiq bermasligi mumkin. Bu pensioner 2 million so'mini ololmaydi degani emas. U 2 marta operatsiya qiladi yoki bank kassasiga boradi. Biroq komissiya masalasiga e'tibor berish kerak. Pensiya kartasidan o'z banki bankomatida yechish bilan boshqa bank bankomatida yechish shartlari farq qilishi mumkin. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala yoshi katta yoki harakatlanishi qiyin pensionerlar. Agar pensioner banka bora olmasa, karta ochish, karta almashtirish, hisobni tasdiqlash kabi ishlar muammoga aylanishi mumkin. Bunday holatda qarindoshlar shunchaki kartani men olib kelaman deb ishni hal qila olmaydi. Bank va davlat organlari shaxsni identifikatsiya qilishi kerak. Ayrim hollarda notarial ishonchnoma kerak bo'ladi. Ayrim hollarda bankning sayyor xizmatidan foydalanish mumkin. Ayrim hollarda pensionerning holatini tasdiqlovchi tibbiy ma'lumotnoma, nogironlik hujjati yoki mahalla ma'lumotnomasi so'ralishi mumkin. Ikkinchi nozik masala ishonchnoma orqali pensiya olish. Avval ko'p oilalarda pensioner o'zi bormaydi. O'g'li yoki qizi ishonchnoma bilan olib keladi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin. Lekin ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi shart. Unda kimga qaysi huquq berilayotgani, qaysi muddatga bergani aniq yozilishi kerak. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank pul bermaydi. Agar ishonchnomada faqat hujjat topshirish vakolati bo'lsa, lekin pul olish vakolati yozilmagan bo'lsa, muammo chiqadi. Shuning uchun notariusga borganda pensiya mablag'larini olish
bank hisobvarag'ini yuritish, karta olish yoki almashtirish, ariza berish kabi vakolatlar kerakmi? Buni oldindan aniqlab oling. 3-nozik masala. Vafot etgan pensionerning kartasidagi pul. Bu juda ko'p oilalarda tushunmovchilik keltirib chiqaradi. Agar pensioner vafot etsa, uning kartasida qolgan pul meros masalasiga aylanishi mumkin. Qarindoshlar darhol kartadan pul yechib olishi har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Ayniqsa vafotdan keyin pensiya yana tushgan bo'lsa, bu summa qaytarilishi kerak bo'lishi mumkin. Chunki pensiya tirik shaxsga tayinlanadi. Vafot sanasidan keyingi to'lovlar bo'yicha alohida tartib bo'ladi. Shuning uchun bunday vaziyatda FHDGO orqali o'lim qayd etilgach, pensiya jamg'armasi va bankka murojaat qilish. Qaysi pul marhumga tegishli bo'lgan, qaysi pul ortiqcha tushganini aniqlash kerak. 4-nozik masala. Pensioner chet elda bo'lsa, ayrim pensionerlar farzandlari yo'nda boshqa davlatda yashaydi. Lekin pensiya O'zbekistondagi kartaga tushadi. Bu holatda hayotlikni tasdiqlash, shaxsni identifikatsiya qilish, bank kartasining muddati, telefon raqamiga keladigan kodlar muammoga aylanishi mumkin. Agar karta muddati tugasa, yangi kartani masofadan olish har doim ham oson emas. Shuning uchun chet elga uzoq muddatga ketayotgan pensioner oldindan bankka borib, karta muddatini, ishonchnoma masalasini, mobil raqam ishlashini, ilova orqali kirish imkoniyatini tekshirtirib ketish kerak. 5-nozik masala telefon firibgarlari. Yangi qoidalar haqida gap chiqqan paytda firibgarlar faollashadi. Ular pensionerga qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz karta orqali to'lanadi. Tasdiqlash uchun kodni ayting. Naqd pul olish taqiqlanyapti. Pulingizni saqlab qolish uchun kartangiz raqamini bering. Bankdan qo'ng'iroq qilyapmiz. Pin kodingizni tekshiramiz deb aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech qachon SMS kodni, pin kodni, karta orqasidagi kodni pasport rasmi noma'lum odamga yubormang. Bank xodimi hech qachon telefon orqali pin kod so'ramaydi. Davlat organi ham sizdan kartangizning maxfiy kodlarini so'ramaydi. 6-nozik masala pensiya kartasi bilan ijtimoiy nafaqa yoki boshqa to'lovlar aralashib ketishi. Bir odam bir nechta to'lov olishi mumkin. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, kompensatsiya, parvarish puli yoki boshqa ijtimoiy yordam. Har bir to'lovning manbasi va tartibi farq qilishi mumkin. Agar bitta to'lov tushib, boshqasi tushmasa, hammasi taqiqlandi deyish noto'g'ri. Qaysi to'lov kelmaganini aniq ajrating. Bank faqat tushgan pulni ko'rsatadi. Tayinlash, qayta hisoblash yoki to'xtatish masalasini odatda pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy organ tushuntiradi. 7-nozik masala yashash joyi va ro'yxat. Pensioner boshqa tumanga ko'chgan, lekin ma'lumot eski manzilda qolgan bo'lishi mumkin. Bank kartasi bir tumanda ochilgan, pensiya ishi boshqa tumanda yuritilgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda to'lov kechikishi, hujjat qayta tekshirilishi yoki qo'shimcha ma'lumot so'ralishi mumkin. Ayniqsa doimiy ro'yxat, vaqtincha ro'yxat, pasport almashgani, familiya o'zgargani kabi holatlarda ma'lumotlarni yangilash zarur. Men 10 yildan beri pensiya olaman, hech narsa bo'lmaydi deb beparvo bo'lish kerak emas. Tizimlar elektronlashgani sari eski xato ham ko'rinib qoladi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensiya qanday usulda kelayotganini tekshiring. Agar pensionerning puli karta orqali tushayotgan bo'lsa, bank nomi, karta muddati, telefon raqami, SMS xabarnoma holati, pin kod kimda ekani aniq bo'lsin. Agar pensiya pochta orqali yoki naqd yetkazib berish orqali kelayotgan bo'lsa, hududingizda bu tartib davom etadimi yoki o'zgaradimi? Buni pensiya jamg'armasining tuman bo'limidan yoki rasmiy aloqa kanallaridan so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi, telefon raqami, agar kerak bo'lsa ishonchnoma, nogironlik bo'yicha hujjat, tibbiy ma'lumotnoma tayyor turishi kerak. Hujjatning muddati o'tmaganiga alohida qarang. Pasport almashgan bo'lsa, bankdagi eski pasport ma'lumotlari yangilangan bo'lishi shart. 3-qadam. Bankka borganda faqat og'zaki javob bilan cheklanmang. Agar pul tushmagan bo'lsa, hisobvaraq ko'chirmasini so'rang. Agar karta bloklangan bo'lsa, blok sababi yozilgan ma'lumotni so'rang. Agar pul ushlab qolingan bo'lsa, qaysi hujjat asosida ushlab qolinganini so'rang. Oddiy savol bering. Mening hisobim bo'yicha yozma ma'lumot bera olasizmi? Ko'p masala aynan yozma izoh so'ralganda jiddiy ko'rib chiqiladi. 4-qadam. Pensiya jamg'armasiga
murojaat qilganda arzini aniq yozing. Masalan, men falonchi yoshga do'yri pensiya oluvchiman. Falon oydagi pensiya to'lovim kelmadi yoki to'liq kelmadi. Sababini tushuntirib berishingizni, to'lov holatini tekshirishingizni va yozma javob berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqami, manzil, pasport ma'lumotlari va bank karta yoki hisob raqami bo'yicha zarur ma'lumotlar ko'rsatiladi. Arizaning nusxasini saqlab qo'ying. Elektron murojaat qilinsa, murojaat raqamini yozib oling. 5-qadam, agar pensioner yura olmasa, muammoni oldindan hal qiling. Notarius orqali ishonchnoma kerakmi? Bankning uyga chiqib xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi? Mahalla yoki ijtimoiy xodim yordam bera oladimi? Bularni kutib o'tirmasdan aniqlang. Ko'p oilalar pensiya kuni kelganda shoshiladi. Aslida karta muddat tugashiga bir oy qolganda, hujjat muddat tugashidan oldin telefon raqami yo'qolgan zahoti harakat qilish kerak. 6-qadam, xavfsizlik qoidalarini oilada hammaga tushuntiring. Pensionerning kartasi oilaviy umumiy karta emas. Pin kod daftar orasida yozilib yotmasin. SMS keladigan telefon begona odam qo'lida bo'lmasin. Bankomat oldida notanish odamdan yordam so'rash xavfli. Agar pensioner bankomatdan foydalana olmasa, ishonchli qarindoshi bilan borsin. Lekin operatsiyani pensionerning roziligi bilan qilsin. Karta yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib bloklatish kerak. 7-qadam. Mish-mishlarga emas, rasmiy manbalarga tayaning. Telegramdagi noma'lum kanalda ertadan hamma naqd pul taqiqlanadi degan xabar chiqsa, darhol vahima qilmang. Qaysi qaror, qaysi sana, qaysi tashkilot, qaysi toifa, qaysi tartib deb so'rang. Agar xabarda aniq hujjat raqami, rasmiy manba yoki davlat organining izohi bo'lmasa, ehtiyot bo'ling. Yangi qoidalar haqiqatan bo'lsa ham, ularning amaliy tatbiqi bosqich va istisnolar bilan bo'lishi mumkin. 8-qadam, pul kechiksa, ketma-ketlikni buzmasdan harakat qiling. Avval bankdan hisobga pul tushgan-tushmaganini tekshiring. Agar bank pul tushmagan desa, pensiya jamg'armasidan to'lov yuborilmaganini so'rang. Agar pensiya jamg'armasi yuborilgan desa, bankdan tranzaksiya holatini tekshirtiring. Agar bank hisob bloklangan desa, blok sababini aniqlang. Har bir bosqichda sana, xodimning javobi, murojaat raqami va hujjat nusxasini saqlab boring. Bu keyin shikoyat qilishda juda kerak bo'ladi. 9-qadam, komissiya va limitlarni oldindan bilib oling. Pensioner har oy 2 million so'm oladi deylik. Agar u boshqa bankomatidan yetsa va komissiya olinsa, har oy ma'lum summa yo'qotadi. Yiliga bu sezilarli pul bo'lib qoladi. Shuning uchun qaysi bankomatda komissiyasiz yetish mumkin? Bank kassasida shartlar qanday? Kunlik limit qancha? Karta muddati qachon tugaydi? Bularni bir marta aniqlab qo'yish foydali. 10-qadam. Oilada pensionerning roziligini birinchi o'ringa qo'ying. Ba'zan farzandlar ota-onam tushunmaydi, men o'zim hal qilaman deydi. Yordam berish yaxshi, lekin pensionerning puli uning huquqi. Karta ochish, ilova ulash, pul yechish, kredit to'lash, qarz yopish kabi ishlar pensioner bilgan holda bo'lishi kerak. Aks holda keyin oilaviy nizo, huquqiy muammo va ishonch yo'qolishi yuzaga keladi. Demak, asosiy xulosa shuki, pensionerlarga naqd pul butunlay taqiqlanadi degan gapni eshitsangiz, darhol vahimaga tushmang. Eng avvalo, qaysi qoida haqida gap ketayotganini aniqlang. Pensiyaning kartaga tushishi naqd puldan umuman foydalana olmaysiz degani emas. Lekin yangi tartiblar sabab bank kartasi, hujjatlar, telefon raqami, ishonchnoma, limitlar va xavfsizlik masalalariga ancha jiddiy qarash kerak bo'ladi. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l, bugunoq pensioner yaqinlaringizning kartasi ishlayaptimi? Pensiya o'z vaqtida tushyaptimi? Hujjatlar joyidami? Pin kod xavfsizmi? Bank va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar mosmi? Shularni tekshiring. Biror muammo bo'lsa, og'zaki gap bilan yurmang. Yozma murojaat qiling va javobni saqlab qo'ying. Shunda yangi qoidalar sabab pulingiz yo'qolib qolmaydi. Kechikish bo'lsa ham uni isbotlab hal qilish osonlashadi. Sizning hududingizda pensiya naqd berilyaptimi yoki karta orqali tushyaptimi? Bankomat, komissiya, karta bloklanishi yoki pensiya kechikishi bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasiga kerak bo'lishi mumkin.